Assalomu alaykum. Homilador ayollar, o'zingiz, ayolingiz, farzandingiz yoki biron bir yaqiningiz homilador va uni homila suvi kamayib yoki loyqalashib qolgan. Xo'sh, unda nima qilishimiz mumkin? Davolatamiz, boshqa qilamiz har oy, ha? Yana bir yaxshi samara beradigan yo'li bor ekan-ku. Tasavvur qiling, qo'limdagi olmani bixi deb. Bixi, ya'ni ayva. Shuni bir donasini olasiz, 4 ga 5 ga bo'lasiz, yaxshilab yuvib. 1 litr qaynab turgan suvga solib 10 daqiqa qaynatasiz. Tapga qarab navbat yoki asal soling mayli. Kompot qilasiz va 2 ga 3 ga bo'lib iste'mol qilib yuring. 1-2 oygacha bemalol. Qarabsizki, homila suvini ko'paytirib beradi, loyqalanishni yo'qotib tindiradi. Agarda o'sha homilador ayol kuchli bir toksikoz bo'lsa, toksikoz deymiz, unda ruschada dyushis deb aytiladi, o'zbekchada nok. Nok iste'mol qilsin yoki nokli kompot qilib ichib yursin. 15-20 kun. Qarabsizki, inshaalloh Xudo xolasa yuqorida aytgan kasalliklarni bartaraf qiladi. Ishonavering, sinovdan o'tgan xalq ichida. Agarda videoroligimiz yoqsa, like, report, obunangizdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.